Valverde Fernandinhoga oyoqlarini tashqi tarafi bilan chiqib bormoqda. Casemiro Milnerni maydondan tashqariga uloqtirmoqda. Qotil Pepe va Ronaldoni bosibdan keyin raqibning ahvoli. Biz bugun sizlar bilan Real Madrid o'yinchilarini asoslarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi City Real o'yinida Asensio siladami? Tilli bola Asensioga Fernandinho juda qo'pol o'ynamoqda va darhol yonida Valverde paydo bo'lmoqda. Valverde Fernandinhoga Debosa sindirishga o'ynashni biz ham bilamiz demoqda. Endi keyingi qasos. Milner Benzemaga juda qo'pol o'ynamoqda. Oyoqlarini tashqi tarafi bilan to'piqqa o'ynashini qaranglar. Bu qo'pollikni Casemiro shunday qoldirmadi. Yaxshilab patkat bilan Millerni maydondan tashqariga uloqtirmoqda. Tipi bizada ham Terminatorlar bor hazillashmalaringda o'tdi. Endi keyingi duel var yo'q hakamlarga ko'rsatmasdan Alves sekin bittani tiqib oldi. Yana kulishini qarang. Lekin u bir narsani esdan chiqardi. Ya'ni Ronaldoni do'sti Pepeni. Pepe bilan hazillashmagan yaxshi. Alvesning tepasiga qiliqlarni qaytarmoqda. Endi shaxsan Ronaldoni o'zidan Atletico'ning o'yinchilari unga nisbatan juda keskin o'ynashmoqda. U paytda Ronaldoni boshqachasiga to'xtatib bo'lmasdi. Mana bu patkatni qarang. Oyoq tizligicha ko'tarilganini. Xullas Ronaldo ham kerak bo'lsa, qanday javob qaytarishni biladi. Jismoniy taraflama ham hech qanday muammosi yo'q. Ishonmasangiz mana bu orqa Manchester turgan bolada so'rashingiz mumkin.